Assalomu alaykum zararlar saviyasida. Bugun 8-aprel kechki vaqt. Aeroport Pulkovo. Mana bu birinchi etaj. Akalar, birinchi etajda tashqarida militsiyalar ko'p. Soat 8da dejurniga almashadi. O'sha paytda kirib olsalaringiz bo'ladi. Agar uyga ketmoqchi bo'lsalaringiz yoki gransiyaga chiqmoqchi bo'lsalaringiz. Hozir biz akalarni gransiyaga kuzatamiz. Bezakumet kuzatib boramiz. Kirdik. Degan Tojikiston haykallarimiz bor edi. O'zbekistonliklar ko'rdingiz o'tkazdi. Mana bu yerda bez o'chirib. Mana kelyapti bolalar hammasi. Shundan so'ng o'tkazamiz akalar. Ko'rib ketaveringizlar. Biz informatsiyalarda o'zimiz yordam beramiz. Akalarimiz Gransiyaga ketyapti. 13 reys. Mana aka. Hammasi 18-aprel Sankt-Peterburgdan Chelyabinskga Tojikiston fuqarolari. Mana bu yerda ochiratda turmaydi bizga o'xshab. Akalar kirdi chiqdi masalalar bo'yicha Elronlar saviyasiga bemalol murojaat qilaveringizlar. Biz aviakasalarimizga biz yordam beramiz, o'tkazib yuboramiz. Hammasi chotki. Mana bu yerda o'tib ketyapti hamma bolalar. Elronlar saviyasiga, boshqa yo'nalishlarga bemalol berlar deb so'rayveringizlar. Hammasini biz chotki qilamiz, o'tkazib beramiz, vaziratni qilib. Va u yerda bizda taksilarimiz bor, o'zlari kutib oladi, o'zlari olib borib akib qo'yadi. Yana gazetsalar bor 500 rubldan. Ularga ham o'zlari bor akib qo'yadi. Eldarbek, salom alaykum. Brat, mana odamlaringiz keldi. Jo'natgan ekansiz. Xudo xolasa. Jo'natib berasiz. Assalomu alaykum zararlar saviyasi. Bugun 19-aprel kechki vaqt aeroport Pulkovo. Mana aeroflotda akalarimizni o'tkazyapmiz. Va bu yerda hozir Pobedada ham Pobedani u yoqdan biz o'chirib o'tkazamiz. Hozir akalarimiz ular yo'lda kelyapti. Bu akalarimiz kirdi chiqdi ketadi. Mana o'tgandan keyin srazi bu yoqqa внутрь reysga. Bugun 19-aprel akalar kirdi chiqdi borasi bo'yicha bemalol Elronlar saviyasiga murojaat qilaveringizlar. Biz beltlarni qulay va kelishtirib yozib beramiz. Kirdi chiqdi borasi bo'yicha vaziyat qanaqa bo'lyapti, ular hammasini tushuntirib aytamiz. Akalar, mang Dandil anolan azobingizni hamma o'zingiz talondan azobingizni hammasi tushunmenga kerak. Migratsiyani faqat tamoshada ko'rsatasizlar, tamom, tushundingizmi? Bu yerda kerak emas. 5-foto ichkarida. Hozir mana shu yerdan внутрь reysdan kirib ketasizlar. Akalar bular kirdi chiqdi qiladi. Polisi. Yana akalarimiz bor, ularni ham o'tkazib olamiz. Bugun 19-aprel kechki vaqt aeroport Pulkovoda. Boshqa yo'nalishlarga biletlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringizlar. Yozib beraveramiz. Vizakon bo'lsangiz o'zingiz o'tkazib qo'yamiz. Akalar, dokumentlaringizni agar zapretlaringiz yoki bor yo'qligidan agar shubha qilsalaringiz, Elronlar saviyasiga bemalol murojaat qilaveringizlar. Bemalol tekshirib beramiz. 700 rubldan atveti bir kunda srazi chiqadi. Zapret yoki zapret emasligini.